Xurshid opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Sizga gapim bor edi. Mana endi Fotihalar ham o'tib oldi. To'yga hali 3 oy, 4 oy bor. Endi xo'jayinim bilan bir gap gapirdilar. Xudayinga aytgan, bizga rost mana quda bo'ladigan bo'lsa, ipekchilik bizani mahalladan uchastka olsin. Men u yoqlarga qiz bermayman deb aytdilar. Bittagina qizimni uzoq joylarga bermayman deb aytdilar. O'zichi xafa bo'lmayni, o'g'lingiz ham ja usta bilarmon ekan-a, boyvachchani qizini ilintirishni bilibdi. Qizim yaxshi ko'rib, shundan boshqasiga tegmayman deyapti. Baxt devermang. Hamma narsa boylik bilan baxt o'lchanadi biz uchun. Mani uyimga, mani dargohimga kelganda o'ylamadingizmi? Shundoq uylardan men qiz olsam bular bilan qanaqa orli berdi qilaman deb o'ylamadingizmi, a? Xudo? Men bilmayman. Yo'q, uchastka olib, yaqin joydan uchastka qilib berasizlar qizimga. Alohida turadi. Yo'ki to'yi bizamiz. Xo'jayinim shu qarorga keldilar. Bo'ldi, men bilmayman. Menga kelganda aytgan edingiz siz o'sha paytda. Qizimiz baxtli bo'lsin, o'g'lim baxtli bo'lsin, hamma sharoit qilib beraman dedingiz. Qani sharoitingiz? Men siz yashayotgan uyga bermayman qizimni. Unaqa qilib uzatamanmi men? Yo'q, bo'lay qiladigan bo'lsangiz, ana mahallamizdan uy oling, o'sha yerga beraman. Suvchilikka kelganingizni aytganim esingizdan Xurshidaxon? Tengi bilan, tezak qopi bilan deganman. Mayli, yana gaplashamiz. Xo'jayingiz bilan maslahat qiling. Mendan qiz olish oson ekanmi, a? Men bilan bas kelishga bering, sinib qolmaydi, mana bodo.